Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Bugungi videoda men siz bilan shunday muhim yangilikni baham ko'rmoqchimanki, u so'nggi paytlarda O'zbekistonda muhokamalarning asosiy mavzusiga aylangan. Agar siz nafaqaxo'r olib berilmagan, agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, bu ma'lumot sizning shaxsiy moliyaviy ahvolingizga bevosita ta'sir qiladi. Hozirgina ma'lum bo'ldiki, barcha nafaqaxo'rlar uchun qoidalar tubdan o'zgarmoqda. Bu shunchaki xabar emas. Bu sizning kelajagingizga, oilangiz farovonligiga ta'sir qiladigan o'zgarishlar. Bu o'zgarishlarni tushunish, ularga to'g'ri munosabatda bo'lish va o'zingiz uchun maksimal foyda olish har birimizning burchimizdir. Shu sababli iltimos, hoziroq kanalimga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq odam ko'rishi kerak. Xo'sh, avvallari nima edi va endi nima o'zgardi? Keling, tartib bilan tushuntiraman. Uzoq vaqt davomida nafaqalar tizimi nisbatan barqaror edi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Nafaqalar asosan ish staji va ish haqi miqdoriga qarab hisoblanar edi. Bu tizim juda ko'p savollar va noroziliklarga sabab bo'lsa-da, u tushunarli va nisbatan oldindan aytish mumkin edi. Ish stajining har bir yili o'rtacha ish haqi koeffitsiyenti. Bular nafaqaning yakuniy miqdorini aniqlaydigan asosiy mezonlar edi. Minimal nafaqa miqdori ham ma'lum bir darajada belgilangan bo'lib, har yili davlat byudjetining imkoniyatlaridan kelib chiqib, odatda inflyatsiya darajasi hisobga olingan holda qayta ko'rib chiqilar edi. Biroq bu ko'rib chiqishlar ko'pincha kutilganidek katta farqni keltirib chiqarmasdi. Ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun ham ma'lum bir tizim mavjud edi. Ular nafaqalarni to'liq olishar edi. Faqatgina ayrim hollarda yuqori daromadli ishlaydigan nafaqaxo'rlar uchun cheklovlar qo'yilishi mumkin edi. Umumiy qilib aytganda tizim oddiy. Ammo ko'pincha ijtimoiy adolat tamoyillariga to'liq javob bermas edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat nafaqalar tizimini optimallashtirish va uni yanada adolatli, shaffof va samarali qilish maqsadida bir qator jiddiy yangiliklarni joriy etdi. Eng muhimi, minimal nafaqa miqdorini hisoblash usuli to'liq qayta ko'rib chiqildi. Endi u shunchaki belgilangan miqdor emas, balki mamlakatdagi o'rtacha yashash minimumi va inflyatsiya darajasi bilan bevosita bog'langan dinamik ko'rsatkichga aylanadi. Bu degani minimal nafaqa miqdori avvalgidek yuqoridan belgilanmasdan, balki iqtisodiy vaziyatdan kelib chiqib muntazam ravishda indeksatsiya qilinadi. Shu bilan birga nafaqaning eng yuqori chegarasi ham qayta ko'rib chiqildi. Bu qoidalarning o'zgarishi ko'pchilik nafaqaxo'rlar uchun jiddiy o'zgarishlarni anglatadi. Ba'zilar uchun nafaqaning sezilarli darajada oshishiga olib kelsa, boshqalar uchun esa ba'zi xavotirlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ish stajini tasdiqlash jarayoni ham raqamlashtirildi va soddalashtirildi. Bu esa byurokratik to'siqlarni kamaytirishi kutilmoqda. Bundan tashqari, ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun ham yangi qoidalar joriy etildi. Ular nafaqalarning to'liq miqdorda to'lanishiga ta'sir qilishi mumkin. Bu o'zgarishlar nafaqat hozirgi nafaqaxo'rlarga, balki kelajakda nafaqaga chiqadigan fuqarolarga ham taalluqlidir. Shuning uchun bu mavzuni chuqur tushunish va unga jiddiy yondashish nihoyatda muhimdir. Keling, endi bu yangiliklarni batafsil ko'rib chiqamiz. Kimga tashvishlanish kerak va kim xotirjam bo'lishi mumkinligini aniqlaymiz. Ushbu o'zgarishlar avvalo eng kam nafaqa oladigan fuqarolarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki yangi tizim minimal nafaqa miqdorini avvalgidan ancha yuqori darajaga ko'tarishni nazarda tutadi. Bu esa ularning turmush sharoitini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bundan tashqari, nafaqaning qayta hisob-kitob qilinishida ish staji bo'yicha to'plangan ballar tizimini joriy etilishi, norasmiy ravishda ishlagan yoki ish stajini tasdiqlovchi hujjatlari yetarli bo'lmagan fuqarolar uchun ham yangi imkoniyatlar yaratadi. Endi ish stajini hisoblashda nafaqat rasmiy bandlik, balki umuman iqtisodiy faoliyat davrlari ham ma'lum bir mezonlar asosida hisobga olinishi mumkin. Keling, bir necha aniq misollar bilan ko'rib chiqaylik. Biri Toshkentlik Opa Xadicha misoli. Opa Xadicha butun umri davomida maktabda xizmat ko'rsatuvchi xodim bo'lib ishlagan. 3 yillik rasmiy ish stajiga ega. Uning o'rtacha ish haqi doim past bo'lgan va avvalgi qoidalar bo'yicha u har doim minimal nafaqa olib kelgan. Taxminan 6,1 million so'm. Yangi qoidalarga ko'ra minimal nafaqa endi yashash minimumiga va inflyatsiya darajasiga bog'langan holda aniqlanadi. Faraz qilaylik, yangi hisob-kitoblarga ko'ra mamlakatdagi yashash minimumi 900 ming so'm etib belgilandi va bu opaning nafaqasi avtomatik ravishda kamida 900 ming so'mga ko'tarildi.
Bu 2,5 ming so'mlik sezilarli o'sish degani. Opa Xadicha endi o'z nafaqasiga qo'shimcha mablag' oladi. Bu esa uning oziq-ovqat va dori-darmon xarajatlarini qoplashga yordam beradi. Bunday holatlar mamlakat miqyosida minglab odamlarni qamrab oladi va ularning hayotiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ikki samarqandlik Aka Botirning vaziyati. Aka Botir o'z hayoti davomida turli joylarda ishlagan. Masalan, 15 yil zavodda rasmiy ishlagan, keyin esa 10 yil davomida dehqon xo'jaligida norasmiy mehnat faoliyati bilan shug'ullangan. Avvalgi tizimda uning norasmiy ishi umuman hisobga olinmas edi va uning nafaqasi faqatgina zavoddagi 15 yillik staji asosida hisoblanar edi. Natijada u past nafaqa olib kelgan, masalan 7 ming so'm yangi qoidalarga ko'ra. Dehqon xo'jaligidagi norasmiy mehnat faoliyati ham agar u tegishli tartibda tasdiqlansa, masalan, fermer xo'jaligi rahbaridan ma'lumotnoma yoki yer ijara shartnomasi asosida uning umumiy ish stajiga qo'shilishi mumkin. Bu uning umumiy ish stajini 25 yilga yetkazib, nafaqasini qayta hisoblashga va sezilarli darajada, masalan, 100 ming so'mgacha oshirishga imkon beradi. Bu 30 ming so'mlik o'sish juda katta farq yaratadi. Bu yangilik ayniqsa qishloq joylarda norasmiy ishlagan yoki vaqti bilan mehnat qilgan fuqarolar uchun juda muhimdir. Utu Qashqadaryolik Amaki G'ani kolxozda ko'p yillar ishlagan, lekin uning ish haqi ko'pincha pul shaklida emas, balki natura holida, ya'ni mahsulotlar bilan berilgan. Avvalgi tizimda bunday daromadlarni isbotlash va nafaqa hisobida hisobga olish juda qiyin edi, ba'zan esa imkonsiz edi. Natijada Amaki G'ani ham uzoq yillik mehnati evaziga juda past nafaqa olib kelgan. Masalan, 700 ming so'm. Yangi qoidalar ushbu turdagi daromadlarni hisobga olishning soddalashtirilgan mexanizmlarini nazarda tutadi. Endi tegishli hujjatlarni, masalan, kolxoz arxividan ma'lumotnomalar, guvohlik ko'rsatmalari taqdim etish orqali natura shaklida olingan daromadlarni ham pul ekvivalentiga o'tkazib, nafaqa hisobiga kiritish mumkin. Agar Amaqqani o'zining natura daromadlarini muvaffaqiyatli tasdiqlay olsa, uning nafaqasi ham sezilarli darajada, masalan, 1 million 50 ming so'mgacha oshishi mumkin. Bu degani, uning og'ir mehnati nihoyat munosib baholanadi. Kimga tashvishlanish kerak? Asosan, quyidagi toifalarga kiruvchi fuqarolar ushbu o'zgarishlarga jiddiy e'tibor qaratishlari lozim. Birinchidan, ish stajini tasdiqlovchi hujjatlari to'liq bo'lmaganlar yoki ularda nomuvofiqliklar mavjud bo'lganlar. Endi bu hujjatlarni tartibga solish uchun qo'shimcha imkoniyatlar paydo bo'ldi, biroq bu jarayon har doim ham oson bo'lmaydi. Ikkinchidan, ishlayotgan nafaqaxo'rlar. Yangi qoidalar ularning nafaqa olish tartibini va miqdorini o'zgartirishi mumkin. Masalan, ma'lum bir daromaddan oshadigan ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun nafaqaning bir qismi to'xtatilishi yoki qayta hisoblanishi mumkin. Bu albatta ularning moliyaviy rejasiga ta'sir qiladi. Uchinchidan, yug'uri ish haqi evaziga yug'uri nafaqa olib kelganlar. Yangi cheklovlar tufayli ularning nafaqasi oldingidek jadal suratlarda indeksatsiyalanmasligi yoki hatto maksimal chegara doirasida cheklanishi mumkin. Bu kamroq ehtimolli holat bo'lsa-da, buni ham hisobga olish lozim. Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Asosan, o'zining ish staji va ish haqi bo'yicha barcha hujjatlari tartibda bo'lgan va allaqachon munosib nafaqa olib kelayotgan fuqarolar. Ular uchun o'zgarishlar asosan ijobiy bo'ladi. Chunki nafaqalar indeksatsiyasi yanada aniqroq va muntazam bo'lishi kutilmoqda. Shuningdek, yangi qoidalar ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgani sababli kam ta'minlangan nafaqaxo'rlar uchun deyarli har doim o'sish kuzatiladi. Shunday ekan, o'z ahvolingizni sinchkovlik bilan tahlil qiling va tegishli choralar ko'rishga tayyor turing. Endi esa qoidalar, o'ziga xosliklar va noaniq jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Har qanday katta islohotda bo'lgani kabi, nafaqalar tizimidagi bu o'zgarishlar ham bir qator istisnolarni, kutilmagan jihatlarni va e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan nuanslarni o'z ichiga oladi. Ularni tushunish sizni kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolardan himoya qiladi. Istisnolar. Hukumat ijtimoiy himoyaning eng muhim qatlami bo'lgan ayrim guruhlar uchun maxsus imtiyozlarni saqlab qolgan. Masalan, 1. Nogironligi bo'lgan shaxslar, ularning nafaqalari hisob-kitobida avvalgidek maxsus koeffitsiyentlar qo'llaniladi va ularning minimal nafaqa miqdori umumiy miqdordan yuqori bo'lishi mumkin. Yangi qoidalar ularning ahvolini yomonlashtirmasdan, balki yaxshilashga qaratilgan. Masalan, birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxs uchun minimal nafaqa umumiy minimal nafaqadan 25% yuqori qilib belgilanishi mumkin. 2.
urush faxriylari va mehnat faxriylari. Bu toifa fuqarolar uchun ham nafaqalarga maxsus ustamalar saqlanib qoladi. Ularning ish staji va xizmatlari alohida qadrlanadi va nafaqa hisobida maxsus imtiyozlar ko'zda tutiladi. O'quvchisini yo'qotgan oilalar, bu oilalar uchun nafaqa olish qoidalari ham o'ziga xos. Yangi qoidalar ularning nafaqalarini barqaror saqlash va hatto oshirishga yordam berishi mumkin. Chunki minimal nafaqa miqdorining oshishi bu toifaga ham taalluqlidir. Kutilmagan holatlar va xavfli nuqtalar. Bu joyda ayniqsa diqqatli bo'lishingizni so'rayman. 1. Hujjatlar bilan bog'liq muammolar. Yangi tizim ish stajini va daromadni tasdiqlash uchun yangi raqamli platformalarni joriy etishi mumkin. Agar sizning eski hujjatlaringiz, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari tartibda bo'lmasa, ularda xatolar yoki nomuvofiqliklar mavjud bo'lsa, nafaqani qayta hisoblashda kechikishlar yoki muammolar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, eski kolxoz yoki sovxozlarda ishlagan fuqarolarning mehnat daftarchalarida lavozim nomi noto'g'ri yozilgan bo'lishi yoki ishga qabul qilish va bo'shatish sanalari to'g'ri ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin. Bu holatda sizning ish stajingizning bir qismi hisoblanmay qolish xavfi mavjud. 2. Muddatlarni o'tkazib yuborish. Ba'zi o'zgarishlar nafaqalarni qayta hisoblash uchun ma'lum bir muddatlarni belgilashi mumkin. Agar siz bu muddatlarni o'tkazib yuborsangiz, siz nafaqangizni oshirish imkoniyatidan mahrum bo'lishingiz yoki qo'shimcha qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Hozircha bunday muddatlar haqida aniq ma'lumot yo'q, lekin vaziyatni kuzatib borish juda muhim. Ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun yangi mexanizmlar. Aytaylik, yangi qonun ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun agar ularning oylik daromadi ma'lum bir chegaradan, masalan, o'rtacha ish haqining 2 barobar oshsa, nafaqaning ma'lum bir qismini to'xtatishni nazarda tutishi mumkin. Masalan, Toshkentda istiqomat qiluvchi Oltin Taqqis yoshli Xayrulla amaki tadbirkorlik bilan shug'ullanadi va uning oylik daromadi 8 million so'm. Uning nafaqasi 1 million 500 ming so'm. Agar yangi chegara 5 million so'm etib belgilansa, uning nafaqasining bir qismi masalan shu nuqtada to'xtatilishi mumkin. Bu amaki uchun sezilarli moliyaviy yo'qotish bo'ladi va u o'z daromadini rasmiylashtirish yoki nafaqa olish strategiyasini qayta ko'rib chiqish kerak bo'ladi. 4. Raqamli savodxonlik. Hujjatlarni raqamli platformalar orqali topshirish yoki ma'lumotlarni tekshirish talab qilinishi mumkin. Agar sizda kompyuter yoki internetdan foydalanish ko'nikmalari yetarli bo'lmasa, bu siz uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun yaqinlaringizdan yordam so'rash yoki mahalliy pensiya jamg'armasi xodimlari bilan bog'lanish muhimdir. Noaniq jihatlar. Ba'zi qoidalar dastlab to'liq tushunarli bo'lmasligi mumkin. Masalan, ish stajini hisoblashda norasmiy mehnatni qanday tasdiqlash kerakligi, natura shaklidagi daromadlarni qanday baholash kerakligi yoki turli faoliyat turlari, masalan, uy bekaligi, shaxsiy yordamchi bo'lish uchun ish stajini qanday hisoblash kerakligi bo'yicha aniq ko'rsatmalar dastlab mavjud bo'lmasligi mumkin. Bunday hollarda pensiya jamg'armasining rasmiy tushuntirishlarini va huquqiy maslahatchilarning fikrlarini diqqat bilan o'rganish lozim. Hukumat yangi qonunlarni doimiy ravishda tushuntirib borishi va qo'shimcha me'yoriy hujjatlarni qabul qilishi kutilmoqda. Xulosa qilib aytganda, bu o'zgarishlar barcha nafaqaxo'rlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Lekin ayni paytda diqqatli bo'lishni va o'z huquqlarini bilishni talab qiladi. Xo'sh, endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Ushbu yangiliklar sizning foydangizga ishlashi uchun qanday amaliy qadamlarni tashlashingiz lozim? Men sizga aniq ko'rsatmalar beraman. 1. Joriy nafaqangizni diqqat bilan o'rganing. Avvalo, siz hozirda qancha nafaqa olayotganingizni aniq bilishingiz kerak. Nafaqangiz miqdorini aks ettiruvchi oxirgi hujjatni yoki bank kartangizdagi so'nggi tushumni tekshiring. Bu sizning boshlang'ich nuqtangiz bo'ladi. Keyingi qadamlarda yangi qoidalarga muvofiq qancha nafaqa olishingiz mumkinligini taqqoslash uchun bu ma'lumot juda muhim. 2. Pensiya jamg'armasining rasmiy manbalarini kuzatib boring. Eng ishonchli va to'liq ma'lumotni O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytidan yoki uning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaridan olishingiz mumkin. Ular yangi qoidalar, hisob-kitoblar misollari va hujjatlar ro'yxati haqida batafsil ma'lumotlarni joylashtirib boradilar. Bu manbalarda ko'pincha ko'p beriladigan savollar bo'limi ham mavjud bo'lib, u yerda siz o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob topishingiz mumkin. Ish
stajini tasdiqlovchi hujjatlaringizni to'plang va tartibga soling. Bu eng muhim qadamlardan biri. Sizning mehnat daftarchangiz, arxivdan olingan ma'lumotnomalar, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, ta'lim haqidagi diplomlar, agar ular ish staji hisobiga olinadigan bo'lsa, nikoh yoki tug'ilish guvohnomalari, agar ism sharifingiz o'zgargan bo'lsa, kabi barcha tegishli hujjatlarni bir joyga to'plang. Agar ba'zi hujjatlar yo'qolgan bo'lsa yoki ularda xatolar mavjud bo'lsa, ularni qayta tiklash yoki to'g'rilash bo'yicha choralar ko'ring. Mahalliy arxivlarga, korxonalarning kadrlar bo'limlariga murojaat qiling. Unutmang, har bir yil, har bir oy muhim. Hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Yuqoridagi ishlarni bajarganingizdan so'ng shaxsan o'zingiz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Oldindan uchrashuvga yozilish tavsiya etiladi. U yerda sizga mutaxassislar maslahat beradi, hujjatlaringizni ko'rib chiqadi va sizning nafaqangiz qanday qilib qayta hisoblanishi mumkinligini tushuntiradi. Agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa, masalan, natura daromadlari, norasmiy ish staji, ulardan bu holatlarni qanday isbotlash va rasmiylashtirish bo'yicha aniq ko'rsatmalar so'rang. 5. Nafaqani qayta hisoblash uchun ariza yozing. Pensiya jamg'armasi bo'limida sizga nafaqani qayta hisoblash uchun standart ariza blankasini berishadi. Bu arizani to'ldiring va kerakli hujjatlarning asl nusxalari va nusxalari bilan birga topshiring. Arizangiz qabul qilinganligi to'g'risidagi qabul qog'ozini olishni unutmang. Bu sizning murojaatingiz rasman ro'yxatga olinganligining dalili bo'ladi. 6. Ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha tavsiyalar. Agar siz nafaqa olib, shu bilan birga ishlayotgan bo'lsangiz, o'zingizning daromadingiz qonun hujjatlarida belgilangan chegaradan oshib ketishi mumkinligini hisobga oling. Bu holatda sizning nafaqangizning miqdori o'zgarishi mumkin. Pensiya jamg'armasi mutaxassislaridan sizning shaxsiy holatingizda qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkinligini aniqlashtiring. Ba'zida ish joyingizdagi buxgalteriya bo'limidan ma'lumotnoma olishingiz talab qilinishi mumkin. 7. E'lonlarni va ommaviy axborot vositalarini kuzatib boring. Nafaqalar tizimidagi o'zgarishlar dinamik jarayon bo'lib, kelajakda qo'shimcha tuzatishlar yoki aniqlashtirishlar kiritilishi mumkin. Shuning uchun muntazam ravishda yangiliklarni kuzatib borish, rasmiy e'lonlarga e'tibor qaratish va huquqiy maslahatlardan foydalanish muhimdir. Aziz do'stlar, bugun biz nafaqalar tizimidagi ulkan o'zgarishlarni muhokama qildik. Bu o'zgarishlar nafaqat bugungi nafaqaxo'rlarning, balki kelajak avlodlarning ham hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Biz ko'rdikki, yangi qoidalar ko'pchilik uchun nafaqalarning oshishiga olib kelishi mumkin. Ammo bu jarayon diqqatli bo'lishni, hujjatlarni tartibga solishni va pensiya jamg'armasi bilan faol muloqot qilishni talab etadi. Minimal nafaqaning oshishi norasmiy ish stajini hisoblash imkoniyati. Ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun yangi qoidalar, bularning barchasi sizning shaxsiy moliyaviy rejalaringizga ta'sir qiladi. Bu ma'lumotni hech qachon e'tiborsiz qoldirmang. Chunki sizning harakatlaringizga nafaqangiz miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. O'z huquqlaringizni biling va ulardan to'liq foydalaning. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikringizni izohlarda yozing. Agar biron bir savolingiz bo'lsa, ularni ham qoldiring. Men va jamoam savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling, toki bunday muhim ma'lumotlarni hech qachon o'tkazib yubormang. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni asrang.